Распаковка chek. Agar hali ham Xitoydan tovar buyurtma qilishni o'rganmagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Xitoy fabrichniy tovarlarni o'z narxida o'zingiz mustaqil buyurtma qila olishingizni bilarmidingiz? Hech qanaqa ustiga qo'yilgan narxlarsiz siz o'zingiz mustaqil Xitoydan tovarlarni buyurtma qilishingiz mumkin. Buyurtma qilayotgan tovarlaringiz Xitoy marketplace'larda ko'rsatilgan rasmdagidek kelishini xohlasangiz, unda siz to'g'ri buyurtma qilishni o'rganishingiz zarur. Agar bu narsa sizni qiziqtirsa, bu bo'yicha Direction'ga murojaat qilishni unutmang. Endi esa kelinglar, raspakovkani oxirigacha ko'rib qo'yamiz. Качество просто бомба. Guys, look at this. Wow. Va bu Xitoydan arzonga va sifatli tovarlarni zakaz berishni o'rgataman. Bu ustiga chashchkasi. По-моему, просто zo'r.